Okay, hi everyone, welcome back. And today we will learn lesson 24. Give me, give him, give her, give us, give them, some. Which ones? Okay. Андақта біз жігейм төртін дәске алық. Алдыңғы жігейм үшін дәсімі бір қатым көріп балы. Интайым мұйым болған дәсім әрсі алымышланы көплікі. Андақта баштамы шу бірінесе ең сөзләу әкен шүні күні пұшқайлы. Бірінсе, table. Okay, actually, table. Good. Table. Hoş hem de table dediğimiz ne meğer sana? Üstel. Okay, muş adette tamak yeriga üstellerinin emmesi deyimiz sana table deyimiz. Okay, ne dediğimiz? Table. Okay, demek ki bu tamak yeriga üstellerinin emmini table dediğimiz. Okay, de bana table. Okay, hem de yeni bir söz var ne meğer sana desk deyip. Okay, desk. Good. Desk. Ama desk degan nima desanlar, masalan, ma'ni ko'rsanlar, bu nima desanlar, shu ishxonalarda, sinf darsxonalarda ishlatilgan ustal nima deymiz? Desk deymiz. Tomoq yeydigan nima? Table, machu desk. Nima desk. Okay, desk. Next one is plate. Good. Plate. Yaxshi. Plate. Ishtal taqsa ekan bu. Demek taqsa degan nima deymiz? Plate deymiz. Plate taqsa. Okay, next one is cupboard. Okay, cupboard. And nima oldingi savolashlar cup deganimiz stakan degan gap bu, qahva ichirgan. Board deganimiz taxta. Masalan, keyboard ko'nib taxtasi, blackboard qara doska, shunami board deb bo'lgan. Endi bu yerga endi shu stakanlarni tizib qo'yilgan taxta o'sini nima deysan? Cupboard. Okay, ma'no o'qganda nima deb o'qiymiz? Sanlar cupboard. Ko'ringlarmi rasmlarni? Demak, ham sizlarning uyinglarga tamoq etish uyida nima qilgan har xil javanlar bor-ku. Masalan, qachiqcha, u bu oshxona saymonlarini solgan. Shuni nima deymiz? Cupboard. Diqqatda, buni cupboard deb o'qib qo'ysak bo'lmaydi. Cupboard. Diqqatda, ama ishkin tavishni nima? Cupboard. Good. Cupboard. Yaxshi, cupboard. Okay, and the cupboard deganimiz nima bo'ldi? Cupboard deganimiz endi shu chini qachiqchi ishkabini cupboard deymiz. Good. And the keyingisi nima desanlar? Cigarette. Okay, cigarette. Ma'ni nima deydi? Bu cigarette in nima? Bunun neyimiz? A cigarette. Mana o'qishni o'rganib bo'ldi. Cigarette. Okay, cigarette deganimiz nima? Tamaka. Cigarette. Okay, what is this? What is that? It's television. Good. Television. Okay, ma T-E-L-E degan jiroq deganga, masalan, telephone. Telefon. Demak, shu ikki jiroq oraliqda vay deb so'zlashgan narsa shu telefon, shunami? Ana vision degan ko'mak. Demak, siz jiroq berayani ko'radigan narsa shu television deymiz. Televizor. Okay, what is this? Television. Good. Next one is floor. Okay. Floor deganimiz nima bu? Yer. Pol, shunami? Yer nima deymiz? Floor deymiz. Mushlarning hammasi nima? Floor. Endi yana ustida bo'schu on the floor. Okay, on the floor. Okay, on the floor dan yana bir ma'nosi qavat deb ma'nosi bor. Masalan, bir F deb yoziladi. Bu nima? First floor, ikki F deb yoziladi. Second floor, third floor, fourth floor. First floor birinchi qavat, second floor ikkinchi qavat, third floor uchinchi qavat, fourth floor. Okay, floor deganimiz ham nima bo'ladi? Okay, next one, dressing table. Good. Dressing. Yaxshi. Dressing. Good. And the dressing deganimiz nima? Dressing deganimiz ham shu grim. Dressing table shu grim ustili. Ko'ringlarmi nima degan chiroyliqa? Shu ayollarniki grim qiladigan ayniki va ustal nima deymiz? Dressing table. Okay, dressing table. Televizor degani-chu? Television. Good. All right, next one is magazine. Okay, magazine. Ko'ringlarmi bu nima Shinjong yoshlar ekan bu? Jurnal ekan, shunami? Jurnal nima? Magazine. Okay, magazine degan gap emas, billah. Oh, magazine demayman. Magazine. Bu jurnal. Magazine. Ko'ringlarmi? Har xil jurnallar, shunami? Jurnallar. Ama shuni magazine. Hamda
Kings var mı iken? Okay, what is this? It's bed. Şunama? Okay, bed. Okay, bed deganimiz karvat. Bed. Bed. Okay, bed. Hemmesi nima? Sanla bed. Okay, bed deganimiz şu karvat. Okay, bedroom. Karvatlık koy. Yatak koy şu. Okay, var mı? Newspaper. Okay, news degan xabar degan gap, ha? Paper degan qog'oz. Endi xabar qog'ozi nima bo'ldi? Sanla gazet. Newspaper. Newspaper. Good. Hemmesi nima? Sanla newspaper. Good. Next one is stereo. What is this? This one is stereo. Good. Stereo. Yangrat qo'yish nomi. Strolik anglatib qo'y. Stereo. Mana o'qilishiga diqqat qilsanglar bo'ldi. Stereo. Stereo. Okay, what is this? This is also another stereo. Stereo. Okay, let's exercise. Okay, I'm bizniki mashq bo'lakimiz kelibdi. Biz qarab qo'yinglar. Bo'ling bolalar. Pen on the desk. Shunami? Nima deymiz? Give me some pens, please. So which ones? These? No, not those. The ones nima? On the desk. Okay. Kings got ties. And give me some ties, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the chair. The ones on the chair. Give me some pens, please. And the man give me some boxes, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the floor. And give me some magazines, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the shelf. The ones on the bed. Again, okay. Give me some bottles, please. Which ones? These? No, not those. The ones on the dressing table. Our dressing table. And then mushtandik sağadaşlar, bu nima arasanlar? Köpüncüsü o bingo deyimiz var. Toldurguç olduğun ilgilik almış. Mesela give me, bana, işte give him, onunla. Köpüncüsü bu şöyle erkeklerini gösteriyor. Give him. And the give her, okay, and the ayollar nima? Her, işte give us şu, bizge. Give them şu, ularga. Demek ki köpülük işte şuna o'xshash hamda give me, give him, give her, give us, give them. And oldingi darsda a book deb o'rgangan. Endi bugünkisida masalan books, watches, glasses. Oldin emas some degan bir qancha, bir necha degan gap. Some books, bir nechta kitob. Undan keyin endi bu to'ldiruvchi degan uqumni yana bir aniqlab berib bersak, masalan I love you shnama? I love you degan men seni yaxshi ko'rmaydigan gap bu. Endi to'ldiruvchi degan nima desanlar, shu ish harakatining objekt tuychansi. Nima? Masalan yaxshi ko'rdiganim ega shu harakatni paydo qiluvchi I, yaxshi ko'rilguchi desanlar you. To'ldiruvchi. Ana bu to'ldiruvchi olib kelganlarni qaranglar, masalan I bo'lsa me, he bo'lsa him, it bo'lsa nima desanlar? It bo'lsa it, shunami? You bo'lsa you. We bo'lsa us, give us deymiz-ku. Ularga bo'lsa give them. Okay, give them. Endi ma'voylik igilik kelishniki. Demakchi, sifat xarakterlik endi igilik almash. My, mening, his, uning, her, uning, its, uning masalan narsalar shunami? Your, ularning, ours degancha. Okay, degandek. Endi ma'vo ism xarakterlik igilik almash bo'lsa. Mesela mine, mening. Mesela this is mine. This is his. This is hers. Endi ma'na beshanla bunu ag'ritmanglar. Buni keyin o'rganamiz. Xo'sh, hamsa, mushu fill in the blanks with me, him, us or them. Mushlarga yoki me, yoki him, yoki us, yoki them ni to'ldirib qo'yinglar bolalar. Mesela birinchi give the boy these pens. And give boy bo'lganiga nima? Him bo'lar. Give him these pencils. Okay, bununla bu qarindoshlarni beraman.
Give Anna and me some magazines. Anna bilan menga bir nechta jurnal beradi. And give Anna bilan men bo'lgandan keyin bizga bo'lishni give us some magazine, newspapers. And bizga yana bir nechta gazet beradi. And give the man the cigarette and give them some cigarettes. Okay, some glasses. And ularga bir nechta stakan beradi. To'rtinchi, those are my books. Mening kitoblarim bo'lgandan keyin menga beraman. Shu give me shunami. Okay, endi ma'nan qarasanglar, hamisha bir ish kuchli misolni o'lga qilamiz, sizlarga o'rnatgan qolgan izlarni istaysizlar. Bir qanday qilsalaringiz, some pens on the desk shunami. Masalan, give me some pens please. Which ones? Oy qaysilarini? These bularmi? No, not those. Yo'q, ularni emas. The ones on the shelf. And on the desk deb degan shelf bo'lib qolibdi. The ones on the desk deymiz. O'rni olmoqchisan. Masalan, qaranglar, books on the shelf. Shunami? What are the give me some books please? Shu kitoblarni beraman. Which ones? These boys garmaydi. No, not those. The ones on the shelf. Bu keyindagi the ones ni keyinda on the shelf bilan bu book ni o'rniga almashtirib qo'ysang ham bo'ladi. Osanmikan? Yo'q. Oson bo'la, shunchalik bo'la, Mana bir ish deyapti. Spoons on the table. Buni neymiz? Give me some spoons please. Which ones? Oy qaysilarini? These. Oy bular nima? No, not those. Oy yo'q ular emas. The ones on the table. Ustalning ustiriklarini. Bo'ldi. Mush qolganni hamsa o'zinglar bir ishlasanglar. İşte bu resim tartib bizga avatib bersanglar bo'ldi, to'g'rilab beramiz. Bu misol ishning o'rniga to'g'rab ishlasanglar bo'ldi. Bu hamma to'liq ishlatmanglar bolalar. So'zlikni 20 qatimdan tekstni to'p-to'liq yodlamangsa, ishonamanki, shu shunga yana birini tugatguncha sizlar shu ingliz tili qilib so'zligidek bo'lsizlar. Okay. O'zinglarga bir oddiy fikrlarni ifodalabchi. Bo'ldi. Bugungi dars mushagicha bo'lsin and see you next time. Goodbye.